Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Efirda Vaqt informatsion dasturining navbatdagi soni, kameralarimiz obyektivlari yetib borgan nuqtalargacha xabarlarni taqdim etamiz. Aholi va tadbirkorlar murojaatini o'rganish, o'z vaqtida hal etish har bir davlat idorasi oldidagi muhim vazifalardan biri. Joriy yilning 7 oyi davomida birgina Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlariga 5000 dan ortiq murojaat kelib tushgan. E'tiborlisi, ularning aksariyati bo'yicha fuqaro va tadbirkorlarga aniq tushuntirishlar berilib, amaliy yechim ko'rsatilgan. Xo'sh, bu raqamlar ortida qanday masalalar bor? Dastlabki lavhamizda shu haqda so'z boradi. Fuqarolarning dardu tashvishini eshitish, ularni qiynayotgan muammolarga amaliy yechim topish davlat idoralari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri. Shu bois Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida ham jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini o'rganish, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Murojaatlar og'zaki, yozma va elektron shakllarda qabul qilinib, belgilangan tartib va muddatlarda ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, hududlarda sayyor qabullar va ochiq muloqotlar o'tkazilib, fuqarolar va tadbirkorlarning murojaatlarini joyida hal etish choralari ko'rilyapti. Joriy yilning 7 oy davomida viloyat soliq boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan jami 5220 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 1333 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan, 3788 tasi qanoatlantirilgan. 99 ta murojaat esa hozirda o'rganilmoqda. Murojaatlarning asosiy qismi soliq masalalariga taalluqli. Xususan, 702 ta murojaat soliq to'lovlariga oid tushuntirishlar berish, 459 tasi soliq imtiyozlaridan foydalanish, 4059 tasi esa soliq qarzdorligi, ortiqcha to'lovlarni qaytarish va turli ma'lumotlarni taqdim etish bilan bog'liq. Murojaatlar bilan ishlashda qonunchilik talablariga rioya etish, har bir murojaatni o'z vaqtida va xolisona ko'rib chiqish muhim. Zero murojaatlarning samarali hal etilishi fuqarolar va tadbirkorlarning huquq manfaatlarini ta'minlash bilan birga davlat idoralariga bo'lgan ishonchini ham mustahkamlaydi.